yaxshimi? Zvochkani oldingmi chaynashsam? Ketdik, qayerga boramiz? Oshna vashi kun yomon o'tyapti. 3-chi dachaga boraylik. 3-chi dachaga. Yo'q, 2-chiga boramiz. Ani 4-chi ham biz mahallamizdagi. Ana turibdi-ku, ana turibdi shu. 3 qimmatda $15,000. Hozir biz olayotganimiz 50 millionlar. Bizda hozir $15,000 yo'q. 2-chi dachaga. Necha ketdi o'sha yoqqa? Chappil. Salom chapillama. Ketdi-ku, benzin kamagan u. Qo'chibmaydi. Oshna yangi bilib oldim. Ishingdami 2 sitda minib yurgandan hozir. Hali 2 sitda uyda turib, ana nasib benzinxonamda turibdi. Hech kimga sotib yubormadingmi? Yo'q, 2 sitda zo'r ekan. O'zim $1000 sarf qildim bungacha. Hozir bunga o'ta ko'p sarf qildim, bir $20,000. Ikkinchi dachaga edi-ya. Hozir qaytib olaveraman. Nomer yo'q, 5 nomerimiz. Qo'chib bo'lmaydi. O'zimiz qo'yibmiz, jizmalarni direkt qilib. Oshna. Hamma banvalaring hamma pultisandimi? Ya, pulti manda emas. Kimda usta? Benzinxonaning asosiga qo'yib kelganman, seyfiga. Kodini hech kim bilmaydi. 2 sitni beraymi? 2 sitni beraman, benzinxona boraylik. Jami pulizimni $20,000 ketdi-da, orqalariga narsalar qo'yib. O'ta zo'rlarini bergan bo'ptim. 2 sitda bitta 2 sitni bor, shuni senga beraman. Mana shunimi? Ya bu nomini bilmayman bu bobani. To'g'risiga 2 sitni beraman senga. O'ta ham tez yuradimi? Maksimal tezligini bilmayman. Hozir men lokatsiya beray mashinamni. Lokatsiyani tanlayapman mana. Ketdi, berdim lokatsiyani, ketdi. Bozorlik olganmisan? Esimdan chiqib qoldi. Bozorlik qilaylik. Bozorlik siz kun o'tmadi-ku. Damay kelaveramizmi? Chaqchiqlar bilan o'tkazib bo'lmaydi. Suv orqali ovqat-poqatlar olish kerak. Oshna bozorlik oldik-a? Cola, Pepsi'lar oldingmi? Hammasini olib ketding-ku o'zing. Voy, ismimiz qursin. Chips bilan narsa qolib ketibdi-yu. Hech narsa qolmadi. Chips ziyon-ku. Simichki. Pista ham qolib ketdi. Pista oldim-mi? Mashinamda pista bor. Doim pista beraman men. Zeriksam choqaman, maza qilib o'tiraman-da. Simichkachi. Simichka ham bor menda hozir. Undan o'tib olamiz, qoida buzib ketdi. Voy, benzin nasib etdi-ku. Nima? Benzin ogohlantirish berdi. Yana bir 20 kilometrdagi 3 bo'lsa kerak. Bilmadim. Nima qilamiz bilmadim. Oshna evakuator ham chaqirmaymiz, nimaga aytam? Chunki bu mashinani nasib o'g'irlaganman. Furgon esingdami? Shu furgon o'g'irlab qo'yganman. O'shaning uchun motor bo'lmaydi-da. Militsiyachilar kerakda, militsiyachilar o'sha furgon. Voy! Ko'ziga qarab yursa bo'lmaydimi? Ana mashina edi. Mayli. Ularga gap ta'sir qilmadi ekan, shuni haydar edi. Biz undan gap qoida buzib haydaganimiz yaxshi, kuyib ketdi. Orqa pajaq bo'lganda kuyib ketdi. Boss. 400 ga chiqish kerak. Voy, benzin tugadi. Qanday boramiz endi? Kruz kontroli yo'q. Benzin zapravka ketib voy. Mana yoqib urdi. Yaxshi chekka chiqarib qo'ydi, yaxshi tezlikda ketayotgan ekan, chekka chiqarib qo'ydi. Voy, nima qilamiz? Bilmayman. Voy, meni qo'yadi, oshna haligi aka. Benzin berdi-ya bizga. Yaxshi aka ekan. Ozgina qoldi-ya, shuqqa qilishiga militsiya ekan, o'zi
Mabodo furgon o'g'lamaganmidi siz? Yo'q dedim-ku, ishini eshitdingmi? Lekin yomon qiyin bo'ldi o'g'irlash. Furgonni ham aran o'g'irlaganman. Voy. O'sha furgon nima? Orqalarida ko'p narsalar soldi, sig'adi, odamlar ko'p sig'adi, shunaqa narsa. Uni sotib olganman. Uniga X-itdim, nimadir olgan ishimiz. Uy, sal qoldi. Shundan chiqmadim. Yo'q. Ozgina liqillab ketdik. Abrish ketdi. Bang. Voy, yomon urib oladi degan lekin. Baqay. Lokatsiya qarab ketayotgansana. Men qarab ketasan. Lekin yaxshigina tezlik yuratdi-da. Militsiyalar yetolmaydi baba. Yetolmaydi. O'zi mashina sekin yuradi. Yo'q, tez yuradi militsiyalarniki. Undayam Biz Amerikadamiz, esingda emasmi? O'zbekistonliklarniki bu bo'ladi. Biz Amerikadamiz, esingdan chiqib qolibdi. O'shaning uchun hamma mashina boyda. Voy, ikkitasi yomon bajarib bo'libdi-ku. O'chirib qo'yaylik. Ikki tomonni data to'lab olaveramiz. Bozorli olganmiz-a? Olganmiz. Ketdik. Masala shunaqa qilib turib. Gaz bosib olamiz. Voy, yomon qirdim. Voy. Bajagan bo'ldi shekilli. 20 galka o'chirib qo'yaylik-a. Rostdan. Militsiya ko'rmabdi, ya'ni jarima maydonga tiqardi-da. Qoch, voy, hozir urib signal beradi. Voy, bani ham beradi. Ashmashni aytdi. Ashmashni o'tib ketgan mashina meniki. Senga bir kun muhlat beruvdim. Bir kun menib turasan deyuvdim. Yo'q. Sotib olganman. 15, ya'ni X-itni puliga. O'tib ketib qolamiz-ku. Voy, simam chiqadi. Yo'q. Ketdik. Yetib keldik. Voy. Simam o'tib ketdi. Yo'q, emas. Ana mashina orqamizdan ketdi-ya. Voy, mana hayot mashina ham tuzaldi. Mashinani qulfla. Do'stlar, video yoqamiz, albatta kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bugungi videomiz juda qisqa bo'ldi. Agar bu videomiz 10 ta like qilsa, keyingisini chiqaramiz, yo'qsa final bo'lib qoladi. Xayr.